Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlarmi, tuzimsizlar? Bugungi mini video darsligimizda men sizlarga aytib bermoqchi bo'layotgan narsa Amerikaga yoki Amerikani butun dunyo bo'ylab yoyilgan boshqa filiallarida, universitetlarning filiallarida grant yutishingiz uchun 100%, ya'niki 100% bilet hammasigacha tekin bo'ladigan grant yutishingiz uchun sizga nimalar kerak? Nimadan boshlashingiz kerak? Hammasini ipidan ignasigacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Umumiylashtirib tushuntiraman tabiiy holatda, lekin juda foydali bo'ladi. Keyingi 10-15 daqiqa diqqat qiling. Ota-ona bo'lasizmi, o'quvchi bo'lasizmi, juda ham foydali bo'ladi. Demak, ketdik. Portfolio kerak, volontyorlik ishlari kerak, ya'niki va hokazo degan gaplar aytishadi. Lekin hech kim dangaliga qanaqa qilinadi, nima qilinadi, nimadan boshlanadi aytgisi kelmaydi, sir tutadi. Lekin biz bilamiz, berganga o'zi beradi. Shuning uchun shu darsni qilishga qaror qiling. Ya'niki talaba portfoliosi. Bu 10-sinf bo'lishingiz mumkin, 9-chi, 8-chi, 7-sinf ham bo'lishingiz mumkin, 11-sinf bo'lishingiz mumkin. 11-sinf tugatayotgan bo'lsangiz, gap year, ya'niki 1 yil, 2 yil tayyorgarlik ko'rib ham topshirish imkoniyatiga egasiz. Bu tabiiy holatda men o'tirib siz bilan analiz, konsultatsiya qilganimdan keyin qiling yoki qilmang deyman. Lekin hozir siz misol uchun vaqtingiz bor va bu portfolioni siz shakllantirsangiz, Xudo xohlasa, albatta kira olasiz. Bu bo'yicha dars boshladik. Demak, portfolio ota-ona bo'lasizmi, o'quvchi bo'lasizmi, 5 ta sectiondan iborat. Har bir sectioniga yana alohida to'xtalib, nasib bo'lsa darsliklar qilamiz. Bugun umumiylashtirib aytib berishga harakat qilaman. Birinchi qismi akademik qism hisoblanadi. Ya'niki maktab baholaringiz, GPA deymiz. Bu 5 dan 5 bo'lishi. Hozir kunda juda moda bo'lyapti AP o'qish yoki A levelga o'qish, SAT o'qish, IELTS o'qish, ACT o'qish. Ya'ni IELTS dan bahosini ham aytib ketaman, 7 bo'lsa zo'r. Uzr, bu SAT dan 7 emas, IELTS dan 7 bo'lsa zo'r. SAT dan 1500 bo'lsa zo'r hisoblanadi va hokazo. Ya'niki mana shu ishlarni qilgan bola malades, kursdoshlariga, sinfdoshlariga nisbatan juda ko'p rezultatga erishdi deb o'ylaymiz, lekin bu yerda raqobat yo'q. Chunki Garvardga topshirayotgan, Stanfordga, MITga topshirayotgan bolalarning hammasida xuddi shunaqa natijalar bo'ladi. Endi bu yerda biz konkurensiya qila olmaymiz. Shunchaki bu rezultatga tezroq chiqib olishimiz kerak. Bu natijalarning hammasi umum portfolioni 20%nigina tashkil qiladi. Undan keyingisi volontyorlik ishlari, mashg'ulotlari deb juda ham moda bo'lgan narsa bu activities, extracurricular activities. Men qisqartirib EC deb ketaman. Tushunishingiz uchun Common App'da 10 ta section bor. Ya'ni 10 ta ma'lumot bo'yicha siz har xil mashg'ulotlar bilan shug'ullangan bo'lishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin, klub ochgan bo'lishingiz mumkin. Bu bo'lishi mumkin, banklarda volontyorlik ishlarini qilgan bo'lishingiz mumkin. Meditsina bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarga dars o'tgan bo'lishingiz yoki sil kasali, rak kasaliga chalinganligi misol uchun yordam ko'rsatgan va hokazo, kitob yozgan bo'lishingiz mumkin, research qilgan bo'lishingiz mumkin. Har xil. Ya'niki 10 ta ish. Bu sizni kitobdan boshqa, kitobdan, laboratoriyadan chiqib hayotda nimalar bilan band bo'ldingiz, shuni bilishga harakat qilishadi va bu sizni xarakteringizni, dunyoqarashingizni, kamtarligingizni ko'rsatib beradi. Masalan, charitylarda qatnashish bu sizni g'amxo'rligingizni, misol uchun qora ishlarni qilishingiz, misol uchun kulolchilik bilan shug'ullangan bo'lishingiz bu sizni kamtarinligingizni ko'rsatib beradigan narsa hisoblanadi va shular sizda eng muhim narsalar hisoblanadi. Va bir nuqtada tushuntirib ketaman. Bu natijalar bo'lishi yaxshi, lekin aytaman, moliya, biznes va shu kabi marketing, project management, xalqaro munosabatlar yo'nalishlari bo'lsagina bular 20% tarozini bosadi. 20%lik effekt beradi. Lekin unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, bu bor yo'g'i 10% bo'ladi. Men bir narsani aytib ketmoqchiman. Hozirgi izlanishlarimga ko'ra, hozir sanab o'tgan yo'nalishlarimdan ko'ra O'zbekistondan chet elga STEM, ya'niki Science, Technology, Engineering and Math yo'nalishlari bo'yicha kirish ko'p bo'lyapti. Biologiya, kimyo, fizika, injineriya, mechanical engineering, ya'niki kuzatishlarimdan kelib chiqib. Bu degani siz bu yo'nalishlarda, biznes yo'nalishlarida kira olmaysiz demoqchi emasman. Kira olasiz. Lekin bu yerda sal imkoniyat ko'proq. Nimaga degan masala bo'yicha endi bu chuqur to'xtalishim kerak. Shunchaki shu yerda xulosa qilib ketaylik. Ya'niki agar siz biznes sohasi bo'lsa 20%, lekin men bu yerda STEM, ya'niki aniq fanlar bo'ladigan bo'lsa, bu 10% ni rol o'ynab beradi. 10% lik kuchi bor portfoliyongizda. Undan keyingisi bu juda muhimi honors hisoblanadi. Ya'niki
biologiya, kimyo, fizika, injineriya, mechanical engineering, electrical engineering va shu kabi injineriya aniq soha, muhandislik sohalarida honors. Buni ota-ona ko'rayotgan bo'lsangiz yoki hali honors nimaligini bilmaydigan bo'lsangiz, sodda qilib aytaman, medal. Agar siz sodda qilib aytaman, xalqaro matematika olimpiadasi, xalqaro kimyo olimpiadasi, xalqaro biologiya, xalqaro fizika olimpiadasi, istalgan olimpiadada xoh 1, xoh 2, xoh 3 o'rinni olar ekansiz, O'zbekistonnikida emas, butun dunyonikida olar ekansiz, sizga MIT gacha eshiklar ochiq. Oddiy misol, mana hozir bu videoni ko'rar ekansiz, kuni kecha misol uchun ikkita MIT kirgan o'quvchilar, bo'g'irsoqlar, ya'niki men ularni erkalab aytyapman, ya'niki juda ham hurmatim cheksiz. Ular xuddi shunaqa olimpiadadan 2-o'rinni olishgan edi. Shuning uchun buni tushunishingiz uchun medal deb ketaman. Ya'ni o'z sohangizda, o'z faningizda, kimyodan biologiya, fizika, matematika sohalarida xalqaro medal olgan bo'lsangiz, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin. Ya'niki magazindan borib sotib olinadigan kubok medal o'tmaydi. Va shunchaki hamma qilayotgan yo'nalishdagi medalga ham yopishmaydi. Masalan, bir narsani aytib ketaman, men qoralamoqchi emasman, hate bo'lib ketib qolishi ham mumkin. World Scholars Cup uje anaqa bo'lib ketdi. Siqasi chiqib ketdi. Unga fokus qaratgandan ko'ra boshqacharoq narsalar bilan shug'ullanganingiz yaxshiroq. Demak, medal mana sizni science sohalaringizda, technology, engineering, math sohalarida 20% ni o'rin egallaydi. Ya'niki sizni portfoliyongizda 20% o'rin shunga tegishli. Undan keyingisi bo'lsa, bu essay. Eng og'iri, eng qiyini, eng murakkabi shu va bu 3dan 1ga teng deyarli 30% essay. Personal statement, ya'ni 650 ta so'zlik common app'da yozadigan asosiy inshoingiz va buni bir 20% deb olsak, 25 deylik. 25, 30 ni ichidagi 25 demoqchiman. Bo'ladigan bo'lsa, keyin mana bu supplementary essaylari bo'ladi. Nimaga Garvard tanlading, nimaga NYU tanlading, Georgetown, Carnegie Mellon qatori va hokazo. Nimaga bulan tanlading degan har xil 2 tadan 10 tagacha insholari bo'lishi mumkin. Bular o'rtacha 5% tashkil qiladi. Endi essay nimaga muhim deganda bir narsani tushuning. Universitetga qabul komissiyasi sizni qabul qilishdan oldin siz bilan gaplashishi kerak. Siz bilan o'tirib gaplashish kerak. Shuning uchun men ham doim aytaman, har bitta bola sho'jalikni nima qilsak bo'lsa, o'tirib gaplashishimiz kerak. O'tirib gaplashib, onlayn, offlayn farqi yo'q. Shu qanaqa holatda o'tirib gaplashsak, detalni case ko'rib chiqsak, ya'niki ba'zida bu yo'lni o'rniga boshqa yo'llar bor. Ya'niki Amerikadan ko'ra boshqacharoq variantlarni ham qilsa bo'ladi. Lekin albatta hozir mavzuyimiz Amerikaning grant haqida ekan, unga to'xtalmaymiz. Qisqasi, lekin gaplasha olmaydi, gaplashish matematikaga to'g'ri kelmaydi, chunki masalan top universitetlarga 50 minglab student topshiradi. 40 mingta student topshiryapti desak, 40 mingtani inshosini 40 mingta bilan intervyu o'tkazib chiqadigan bo'lsa, o'rtacha 30 minutdan o'tkazsa ham qancha vaqt bo'lib ketadi? O'zingiz kalkulyatsiya qilib oling. Xullas, shuni qilishmaydi. Shuning uchun insho siz uchun gapiradi. Siz kimsiz? Kim bo'lmoqchisiz? Nimaga sizni olishligingiz kerak? Har bitta narsani mana shu insho hal qilib beradi. Va bu insho ular uchun funneling vazifasini bajaradi. Ya'niki mana bu 40 mingta boladan insholari o'qilgan holat, hamma narsasi zo'r bolalardan 40 mingtadan, masalan deylik bir 4 mingtacha bolani saralab olishadi. Insholari bo'yicha o'qib chiqilganlar eng zo'r. Shuning uchun insho sizda hal qiluvchi masala hisoblanadi. Va mana 4 mingtadan keyingilarni o'sha onlayn mitinglarga chaqirishadi. Har xil holatda. Mana yaqinda ko'ryapman, hattoki o'sha maktab konsulorlarini, o'qituvchilar tavsiyanoma bergan o'qituvchilarni ham chaqirishyapti. Ya'niki suspicious holatlarda, har xil holatlarda chaqirishyapti. Yana bir narsani aytib ketmoqchiman. Xullas, insho juda muhim rol o'ynaydi. Ya'niki 30% rol o'ynaydi. Medallaringiz 20% rol o'ynaydi. Mashg'ulotlar, activities deb ketamiz. 10% rol o'ynaydi. Agar biznes sohalari bo'ladigan bo'lsa, 20% rol o'ynaydi. Va umum akademik natijalaringiz hammasi bor yo'g'i 20% natijani o'ylaydi. Endi eng hal qiluvchi nuqtasi. Hamma narsangiz zo'r ekan, lekin faqat o'zingiz maqtamaysiz-ku, chunki bu yerda faqat o'zingiz maqtadingiz. Men medalistman dedingiz, men zo'r SAT'im bor, IELTS'im bor, malades bo'laman, chiroyli bo'laman va hokazo. Hammasini et bo'ldingiz. Hammasini et bo'lganingizdan keyin, lekin baribir bitta nuqta qolib ketib qoldi. Sizni o'zingiz maqtarkansiz, hali ishonch hosil qilishmaydi. Qachonki sizni boshqa inson, ha bu yaxshi bola desa, anaqa bo'ladi, ya'niki ishonch bo'ladi. Buni qanaqa hal qilasiz? Bu recommendation letter. Mana shu yerda bitta nozik sirri
Bo'pti, aytib ketaman. Hozirgi kunda tavsiyanoma olishingiz konsullardan, ya'ni maktab konsullaringizdan va shunchaki ikkita maktabdagi o'qituvchingizdan yoki istalgan O'zbekiston sharoitidagi o'qituvchingizdan, hattoki katta tashkilotlar rahbarlaridan olsangiz ham xafa bo'lmang, meni shaxsiy xulosam bu, ishonishmayapti. Chunki bu sistemani abuse qilib tashyapti juda ko'pchilik, ota-onasi orqali, tanishlari orqali juda katta odamlardan ham oddiy u recommendation letterga munosib bo'lmagan bolalar olyapti va umum analiz qilib chiqsak, juda top universitetga kirgan ko'pchilik bolalarni tavsiyanomalari aynan shunaqa top universitetlardan berilgan recommendation letterlar hisoblanadi. Ya'niki bu bo'lishi mumkin Harvarddan, Brown universitetlaridan, shu kabi top Ivy League yoki boshqa shu kabi universitetlardan olingan recommendation professorlari bilan research qilish orqali olingan recommendation letterlar juda muhim rol o'ynayapti. Endi uni qanaqa qilib olinadi desa, recommendation letter olish uchun mehnat qilish shart emas. Mana activitiesda mehnat qilasiz, research qilasiz, LinkedIn profilingizni cho'tki qurib olasiz, o'tirib birga qilsa ham bo'ladi mana buda. Qilib polni hammasini gul qilib, cho'tki qilib, buket qilib qilganingizdan keyin bu jarayonda professorlarga chiqib birgalikda qilsak bo'ladi-da. Davayt misol uchun universitetlarning har bittasiga yozib chiqsa bo'ladi. Men mana bunaqa studentman, mana bunaqa ish qilaman, mana bunaqa qilaman, men siz bilan research qilmoqchiman. Lekin quruvdan quruv chiqsangiz ignore bo'lasiz. Siz birinchi profilingizni cho'tki qurib, ularga ko'rsatib chiqishingiz kerak. Bu uchun bitta narsa LinkedIningizni oching. Ochgan bo'lsangiz to'g'rilab qo'ying. Hattoki o'zimnikida ham ko'p vaqtim bo'lmaydi. Endi men universitet topshirmayotganim uchun, lekin siz qilishingiz shart. Xullas, mana activitieslarni qilsangiz, recommendation letter o'zi avtopilotda tayyor bo'ladi. Ma'malaga tayyorgarlik, fanlarni o'qib, maktabingizda o'zi a'lochi rostdan ham o'qiydigan bo'lsangiz, mana olimpiadalarni hal qilasiz. Aslida o'zi juda murakkab ish emas, shunchaki tushuntirilishi qiyindek ko'rinadi, lekin juda sodda narsa. Bu Amerika top universitetiga tayyorgarlik ko'rish hisoblanadi va bu tayyorgarlik o'zi ideal holatda endi IELTS SAT natijalaringizga qaraladi. Ideal holatda 1 yil, 2 yil kerak bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Agar sizga umuman topga kirish yoki boshqa universitetga kirish, umuman 7 yillik strategiyasi muvaffaqiyatli bo'lish bo'yicha konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, men xizmatingizdaman. Bir narsani shu o'rinda aytib ketmoqchiman. Sizga top universitetga grantga kirish muhimmi yoki o'z sohangizda mutaxassis bo'lish muhimmi? Ba'zida shunaqa bo'lishi mumkin. Bir narsani aytib ketmoqchiman. Men top universitetga harakat qilmen deyishdan juda uzoqdaman. Bosib harakat qiling. Siz kirishingiz shart. Lekin agar kira olmaydigan bo'lsangiz yoki vaqtingiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bir marta maslahatlashing. Chunki holatingizdan kelib chiqib, balkim sizga alternativa bordir. Chunki o'zim mana Yevropada o'qidim, Angliyada o'qidim, Yaponiyada o'qidim. Shundan kelib chiqib xulosa qilamanki, universitet juda ham muhim rol o'ynaydi. Lekin agar siz 11-sinfda buni ko'rayotgan bo'lsangiz va natijalaringiz hali yetmaydigan bo'lsa, 2 yil, 3 yillab chet elda eng zo'riga tayyorgarlik ko'rish balkim sizni holatingizga to'g'ri emasdir. Shuni hammasini yozib, aynan siz uchun o'tirib konsultatsiya qilishga men va meni butun jamoam tayyor xizmatingizda. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa xizmatimiz, aloqada ko'rishamiz. Bemalol chiqsanglar bo'ladi demoqchiman. Xayr, salomat bo'ling. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta narsani iltimos qilib qolaman. Bechora o'zimni oldim, to'g'risi. Like bosib, kommentariy qilib, share qilib qo'ysangiz, shu elementar narsani men YouTubedan o'zim topmadim. Shuning uchun shuni o'zim yozdim, qo'l bola qilib yozildi. Do'stlaringizga ulashib qo'ysangiz, men 100% foydali bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling yana bir bor. Ko'rishguncha.